Hozir bunga ham ishonmay yo'lga chiqib, tavakkal ko'rib o'ynab kelamiz deb yo'lga chiqib olganmiz. Akamni mashinasida. Ishlar bitta, xudo xolasa. Aform qilib oldingiz. Rahmat. Necha pul berdingiz bizni kassamizga? $2650 to'lab qo'ydik. $2650 ga aform qilib olib ketyapti. Aform qilib, mashina kamchiliklarni ko'rib oldingiz. Hamma yo'qni ko'rib oldik. Yo'qdi sizga, xudo Yo'qdi, xolasa. aytilganicha hammasi. Boya-bo'la aytishdi. Ular ishonishmagan ekan, lekin tavakkal qilib chiqishgan ekan deyish rostmi? Biz ochilganingizdan beri tomosha qilib kelamiz. Lekin Faqat yolg'on deb Telegram va Instagram lekin hech kim ishonmagan. Mashallah. Hozir bunga ham ishonmay yo'lga chiqib, tavakkal ko'rib o'ynab kelamiz deb yo'lga chiqib olganmiz. Akamni mashinasida o'ynab kelamiz deb. Namangan Norin tumanidan keldik. Namangan Norindan 1,5 yildan beri kuzatib ishonmasmidingiz? 1,5 yildan beri qo'lni kuzatib kelardik. Endi yaqinlarga aytamiz, boshqaga aytamiz. Ha sen borsang boshqa gap aytadi. Negativlar ko'p video qildik-ku. Kelib bitta hech qanaqa unaqa gap yo'q ekan mana deb har xil videolar. Siz hammasiga atvet qilasiz. Hammasini ko'ramiz. Lekin kelmagan edik-da. Aka, rost o'ynab kelganda yo'lga chiqlarga ham hammaga bizga ishonmaganlar ishonmay qo'yaversin. Chunki ishonganlar yetadi bizga. Yetadi. Ishonganlar yetadi. Ishonmaganlar ishonmas. Bizga sizga o'shqab, mana kelib, olib ketib, mana sizning orqangizdan nechta odam keladi, masalan. O'shani o'zi yetadi bizga.